G'usl shariatimizda eng farz amallardan bittasi bu g'usl farzi. G'usl bu farz. Farzi ayn. Har bir musulmonga g'usl qilishlik farz. G'uslda farzi 3 ta deydi. Og'izda chayqashlik. Roza paytida uncha g'arg'ara qilmaymiz. Burunga tortishlik, dimoq qanchagacha tortuv. Dimoqgacha tortishlik. Tahoratda tortmaymiz, gaymarit bo'lib qolamiz. G'usulda tortamiz. Nimaga har kun g'usul qilmaymizda? G'usulda tortishlik, ikkinchisi burungacha, dimoqgacha. Uchinchi farzi nima ekan? Butun a'zolarimizga bir soch, bir iynani teshigicha quruq joy qolmashi kerak. Shuning uchun badanlarimizda kraska, lak, ayollarimizni qo'lidagi, tirnog'idagi, sochidagi lak kraskalardan g'usul o'tmaydi. Ular abadiy g'usulsiz yuradi. G'usulsiz tahorat, g'usulsiz namoz, g'usulsiz ovqat pishirishlik, g'usulsiz yurishlik bo'ladi. Domla g'usulsiz yurishlikning ziyonini aytib qo'ying debdi. G'usulsiz yursak Alloh taoloning qahri keladi, g'azabi. G'usulsiz uyga jin shaytonlar to'ladi. Qalbda sokinlik bo'lmaydi, tinchlik bo'lmaydi. Uydan barokat ketadi. Rahmat farishtalari chiqib ketadi. Qalbingiz taskin topmaydi, hijolat bo'lib yuraverasiz. Va farz amallarni qila olmaysiz. G'usulsiz namoz o'qisa bo'ladi. Masjidga kirsa bo'ladi. Qur'on o'qisa bo'ladi. La yamassuhu illa al-mutahharun. Qur'onni g'usulsizlar ushlamaydi, tahoratsizlar ushlamaydi. G'usulni farzini ayting. G'usulni foydasini ayting debdi. Alloh sizdan rozi bo'ladi. Uyingizga rahmat farishtalar keladi, barokat keladi, jin shaytonlar chiqib ketadi. Qilganingiz hammasi haloldan. Sizni ayolingiz halol bilan, ayolingiz bilan haloldan yashayapsiz. Ibodatlar sizga nima? Qur'on ushlasangiz sizga halol bo'ladi. Va ulamolar aytadi, g'usulsiz yurishlikning eng katta kasofati o'layotganda kalima nasib qilmay qolishi mumkin. Nimaga yomon cho'yli deyshadi? Va o'layotganda g'usul bilan yurgan inson kalimani yengil aytadi deydi. Va g'usul bilan yurgan insonning yana bitta foydasi, g'usul qilishlikda har g'usul qilganda badandagi kasalliklar ketadi. Holsizliklar ketadi. G'usulsiz yurishlikning kasofati yana bitta yomon joyi, odamning badaniga kasallik keladi. Ruhoniy va jismoniy kasallik. Alloh taolo shunaqalardan biz saqlasin. G'usulning sunnatlari, g'usulxonaga kirayotganda niyat qilamiz. Navaytuni artasila g'usul qilishlikka. Kiyimlarimizni yechayotganda bismillahillazi la ilaha illahu deb duo o'qiymiz. Shu duoni o'qisak, jinlar bilan shaytonlar nazarimizga tusha olmay qoladi. Bismillah deganda jinlar shaytonlarning o'rtasiga, insonning o'rtasiga parda tortiladi. Va g'usulda duosini o'qiymiz. Allohumma inni as'alukal jannata va a'udhu bika minan nar. Allohim jannatni sendan so'rayman va jahannamdan panoh so'rayman. La ilaha illalloh vahdahu la sharik. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la deb duosini o'qib g'usulni boshlaymiz. G'usulda olishga birinchi tahorat olamiz. Qo'limizni yuvib, og'zimizni chayqab, burnimizni chayqab, ana shu avrat joylarimizdagi najosatlarni ketirishlik birinchi. Qo'limizni yuvib, najosatlarni ketirib, keyin tahorat olamiz. Qadimgidek, oldingiday tahorat olamiz, lekin g'usulxona agar ko'lchak, ko'lma, najosat bo'lib qoladigan bo'lsa, oyoqimizni oxirida yuvamiz. Tahoratda yuvmaymiz. Agar yo'q, bugungiday kafe sharoit bo'lsa, oqib ketgan bo'lsa, qo'l oyoqimizni ham yuvib, to'liq tahorat oldik. Endi nima bo'ladi desa, endi boshimizdan suv quyib, yo'q, o'ng yelkamizdan suv quyib boshlaymiz. Hamma joyimizga suv yetkazamiz. Albatta, hali 3 ta farzini qilamiz. Og'zimizni chayqab, burnimizni chayqab. Va hamma badan a'zomizga suv yetkazamiz. Mana shu g'usulda shunaqa sunnat tartibida qilgan inson oxirida yana nima? Ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika la va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh duosini o'qib, g'usul borib sochiqqa archinguncha badanimizda qancha agar suv tomchilari tekkan bo'lsa, Alloh taolo ana shu tomchilar sonicha, miqdoricha farishtalar yaratar ekan. Ana shu Allohim bu g'usul qildi, shariatga loyiq, ayoli bilan shar'iy ishlarni, nikoh bilan, pok nikoh bilan ish qildi, shariatni bajardi. Bularga rahmat bo'lsin. Alloh ana shu tomchi miqdoricha farishtalar yaratar ekan, qiyomatgacha istig'for aytar ekan.
Zino yo'li bilan g'usl qilgan insonda Alloh taolo ana shuncha farishtalar yaratilgan qiyomatgacha la'nat bo'lsin. Son Allohning hukmini buzding deb la'nat aytarkan. Shuning uchun g'uslning sunnatlari mana shu narsalar inshaalloh hammamizga inshaalloh